أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل. Biz o'tgan darsda muhsarning hukmini bayon qilgan. Hajdan to'slab qolgan kishi hadisni avatib bo'lib, hajga boroladigan bo'lib qolsa, beraverishi vojib. Qurbonlikni xolsa o'zi so'ypaydi, xolsa sotadi, xolsa hadiya qilib Makkada faqirlarga taqdim qildi. Biz tafsilot kirishdan burun nishada munosabatli bir qancha ahkomlar bor, shuni bayon qilishimiz lozim. Muhsar bo'lib qolgan kishi toki qurbonligi bo'zlanganiga qadar ihromdan chiqmay saqlab turishi lozim. İmam Saraxsi mabsutda ve in halal muhsaru qabla an yunhara hadiyuhu fa alayhi damun li ihlalihi li'annahu halla qabla awani. Qurbonlik bo'zlanishdan burun ihromdan chiqarsa qon keladi. Bundan ki bu qanday qildi? Qurbonlikni birisiga evatildi. Evatilgan chaqda ya birisiga telefon qilib topiladigan chaqda mening qurbonligimni falan kuni bo'zlab qo'ya olamlar, biz falan kuni bo'zlay olmaysan, falan kuni belgi olsun deb u burun telefon yo'q chaqda shu chaqda topilib qo'yib o'msi. Manchinchislar. İmam Abu Hanifa'ning nazarida qachon bo'lsa bo'ldi-ku, zaman bilan muvaqqat emas. Yawmun nahr qadar herhangi bir bilan qilvasin bo'lardi ajdan burun. Bundan keyin shu bir kunga tutishib qo'ydi. Tutishib qo'yib shu kun kelgan chaqda bu kishi ihramdan chiqib yurdi. Qurbonligim bo'zlandi dedi. Hozir telefonlashib bekitib qurbonligim bo'zlab bo'ldim desa, ihramdan chiqsa bo'ldi. Agar unda bo'lmagan ahvolda bir kun bekitib qo'ymasa, ihramda saqlab uzun turib ketishi mumkin. Agar shu qurbonlik bo'zlanganiga qadar bu kishi ihramdan chiqmagan bo'lgandan keyin ihramlik holatda qis bo'lmaydigan ishlardan birini qilib qolsa, bir qo'y qon keladi. Chunki bu ihramli kishi. O'sha ajga berib, bayramda shu ihramlik holatda bir chataqishni qilib qo'yib, qon kelgandek o'xshash qon keldi. Agar kutishgan kundan burun bo'g'izib o'tib qolsa, chataq yo'q, mayli. Yani şu müşahede aşk kurbanlıkını kıygan kadar saklap durdu bu kişi. Çünkü ayette وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ dedi. Şuna ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de o kurbanlıkını bozulap onunken çatışıyordum onunki ihramdan çıkan. Biz Muvatta'da okuduk İmam Muhammed bin Hasan Şeybani Muvatta'da rivayet kıldı. İmam Tahavi mo Şerhmanul Athar'da rivayet kılgan. Qala Muhammed bin Hasan Şeybani belagana an İbn Mes'ud radıyallahu anhu ennehu su'ila an raculin i'tamara fanahashathu hayyatun falam yastati' al-mudi. Faqala İbn Mes'ud radıyallahu anhu liyeb'ath bihadiyin ve yuwa'ida ashabahu yawma amarin. Yawma amar diyen belge kılıp bir günü tutuşup koysun demekçi. فإذا نحر عنه الهدي حل وكانت عليه عمرة مكان عمرته. Ama Hanefi mazhabda qurbonlik bozulib bo'lgandan keyin qurbonlik bozlanib bo'ldi deb faraz qildi shu chaqda. Ihramdan chiqay degan chaqda chat tushitishi kerak emas. Hanefi mazhabining qarshida. Shu muhsar usullar. Chunki bu haramda emas. Chat tushitish haramga xos faoliyatlardan, xuddi tosh etish, tavob o'xshash haramda qilingan ibodat. Haramning sirtida bo'lsa chat tushitish yo'q deydi. Bu İmam Muhammed ve İmam Abu Hanifa'nınki yani tarafanın qarashishi. Lekin İmam Abu Yusuf chat tushitish lozim deydi. Lekin chat tushitmagan taqdirda biroq qo'y vojib bilan bo'lsa biznes vojib bo'lmaydi. Ya'ni natijada kishilar chat tushitish vojib emas, chat tushilmagan ahvolda qurbonlik kelmaydi degandek bor. Lekin jumhur ulamolar bular chat tushitish ya qisqartishi vojib. Çünkü bu şu haj faoliyatlarining bir parchasi bu. Hajga boramagan ahvolda nada bo'lsa shuni ado qilish lozim deb qaraydi. Yani bu mazhabda bu haramga xos faoliyatlardan haramda bo'lmagandan keyin bu halol da'at bo'lgandan keyin tushitmasin bo'ldi. Agar tushitib qolsa mayli, yaxshi. Tushitsam bo'lmaydi degan gap yo'q. Tushitsa mayli, yaxshi deydi. Yana hajga berishda dushmandan yoki kesel bo'lib qolishdan ensirgan ahvolda ba'zi hadislarda shart qilib bo'ldi degan mazmun kelgan. Masalan, urush bo'layotgan bir ahvolda men yo'lda chegirib o'tolmay, yo dushman sababini to'slab qolsam, men shu yerda to'xtab qolaman deb hajga talbiya to'lgan chaqda, ihrom kirgan chaqda, shunda shart bilan kirsa bo'ldiganligiga sayyid islom kelgan.
yoki og'rib qolishidan ansirgan kishi men shu og'rib qolgandek turma yoki hissam eg'ilishib ketgandek turdi degan chog'da agar berib yo'lda og'rib qolsam men shu yerda to'xtab qolama deb shart qilgan hadislik ekan. Mesela İmam Bukhari ve Müslim Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyatda قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على دباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. دباعة بنت الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ke برنورة آتي زبير بن عبد المطلب بن قزة فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعا من شكم أغرب قلدان دكتور معا فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود. مقداد بن الأسود يعني مقداد بن عمرو الأسود بقواغم بوجهه تبني قام بوجهه مقداد بن الأسود أطلع mush sayyidisda ashuna shart qiling, shartingizda mushunda deng deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuna buyurgan. Ana mushunda shart qilishni sahoba ikramlardan Hazrat Umar, Osman, Aisha, Ali ibn Mas'ud ibn Abbas va undan boshqa nurg'un tabiinlar jaiz deb qaragan. Şafi'iyye ve Hanabila ve Zahiriye bula caiz deb qaragan. Lekin sahobadan Ibn Umar qatorliq ba'zi sahobalar to'g'ri emas deb qaragan. Tabiinlardan ba'zilar to'g'ri emas degan. İmam Malik ve Ebu Hanife, Tevri bular bunda shart qilsa bika. Shart qilmagan bilan o'xshash. Uning foydasi bo'lmaydi. Shart qilgan odam shart qilmagandeklam shu labbayga deb menab yo'lda to'slab qolgandeklam shunda bo'ladi. Shartning faqatlam foydasi yo'q deb qaragan. İbn Umar radhiyallohu anhu shu shart qilishni inkor qilib, bunda qiz bo'lmaydi deganligi Buxoriyda hadis kelgan. Masalan, Imom Buxoriy Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan annahu kana yaqulu alaysa hasbukum sunnata Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Yani ishtirat qilish to'g'ri emas demoqchi. Ibn Umar shuni raddiyaverib, sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnati yetarli emasmi? In hubisa ahadukum anil hajj tafa bil bayt. Hajga baramay qilib, to'sab qilib, haj qilmagan ahvolda fursat topsa berib tavob qiladi, ya'ni umr qildi demoqchi. Yoki arpatga chiqib qo'ymaydigan to'silib qolsa bir tavob qiladi. Yoki haramga kirgil qo'ymasa, keyin imkoniyat bo'lsa berib tavob qiladi. Ve bis Safa vel Marwa thumma halla min kulli shay'in hatta yahujja 'aman qabila. Undaki ihramdan chiqib, yani umr qilib ihramdan chiqib kelar yil hajqisi bo'ldi-ku. Fayuhdi aw yasuma illa yajid hadiyan. Ana shuna ish qiladi degan bo'g'achqa, ulamolar xiloblashgan. Ibn Umardan yaqinda to'g'ri bo'lmaydi degandek hadis keldi, shunday xilof degandek. Hazrat Aishadan rivoyat qilingan shu Duba radhiyallohu anhaning hadisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday shart qila degan. Shunama şu ulamalar, salaflar bunun ixtiloflashib qolg'achqa fuqaholar ixtiloflashib qoldi. Shart qilsa joiz deganlar o'zaro ixtiloflashib qoldi. Bunda shart qilib nima qilish vojibmi, mustahabmi yo joizmi? Bu qachon birisi hajga umrga bormoqchi, menish oldida dushman to'silib qoladi yoki og'rib qolaman degandek og'ir kasallik qilishi mumkin degan ensirgan ahvolda bunda shart qilishing vojib deydi. Vojib deganlar. Masalan, Zahiriylar vacib deydi. Çünkü Resulullah vashtariti va quli deb buyurganlik uchun. İmam Ahmad mustahab deydi. Şafii mazhabda joiz deydi. Maliki, Hanafi mazhabdagilar bu Duba radhiyallohu anhaning shart qilsangiz bo'ldi, bunda deb shart qiling degan hadisini bu Duba radhiyallohu anhaga xos kelgan hukm, umum emas deb qaragan. Yani bu iştiratla Şafii ve Hanbali ve Zahiriler şart qilsa bo'ldi dedi-ku. Bazı ahli hadis mi Seyyid isbada başında caiz deyishimikin. Caiz desek bunun faydası nima? Shart qilgan ahvolda. Aslida ashunda shart qilmasa, yerim yo'lda to'slab qolgan ahvolda bunga bir qo'yqon qildigan, kelar yili cho'qim berib qazosini qilish vojib degandek bir necha ishlar vojib desnama. Yoki ba'zi ihramdan chiqolmay turib ketgan ahvol bo'lib qoldi. Yani bunda shart qilgan ahvolda nerede to'slab qolsa, bu shart qilib olgan bo'lg'achqa, shu chaqda ihramdan chiqdi hech shunmandek yuraverdi. Uni hech narsa qilish kerak bo'lmaydi. Qurbanlik musim bo'ldi, ro'za tutish kelmaydi, agar qurbanlik topolmasa ro'za tutadigan bo'lib qolsa, qazosini qilmaydi, onun boshqa hech ish qilmaydi. Ama Maliki ve Hanafi mazhabda shart qilgan ahvoldimi baribir o'xshash. Bu shart qilmagan odamdak nerede to'slab qolsa, hadisni ivat etib, hadi qilinib bo'lgandan keyin ondan tahallul qilib ihramdan chiqadi. Kelar yili qazosini qilish lozim. Ya umr qilgan bo'lsa, fursat yer bo'lganda umr qilish lozim.
Bu şart koyarsa şu hacıga şart koşmadan yapılmıyor. Şart qilvasan o'zga bir yenilish fursati qo'yib qo'yganday. Men qachon yo'lda qattiq og'rib qolsam, shu to'xtab qolaman deb shart qildi. Yoki dushman to'silib qolsa, to'xtab qolaman. Bu bizim hozirgi zamondagi amaliy ahvolimizda, masalan, hajga manganlarni chirda to'satdi, bezindan chiqamabdi desa, masalan, ehram bog'lab mang'an bo'lsa, yoki jiddiga borgan chaqda jiddidan chiqolmaydi ekan, vizancha taqqiya munda ekan desa, bu ehram kirgan chaqda ayında shart qilsa, jiddida to'silib qolsa, men shu chaqda aqimga nima degandek, ayında shart qilib olsa, Shafiy va Hanbali mazhabining qarashi bo'yicha uni qon qildigan yoki qazosini qilish kerak bo'lgan hech kim yo'q. Shu foydasi shunda. Lekin ana bu mazhabda bunday gap yo'q. Qurbonliqni bo'g'izlash kechikdi. Bo'g'izlash kechikkan bo'lsa, u kishi shu chaqda qurbonliqni bo'g'izlab chiqib qolsa, o'sha qon keldi. Chunki u vaqt kelishdan burun ehramdan chiqib qoldi. Kendini o'tirsa, aviasini dagan dedim. Vaqti belgildi. Masalan, birinchi silada bo'g'izlab qo'ygan bo'ldi. Endi birinchi sila ehramdan chiqibdi. Qon keldi shu. Bundan efalın ejder mesela hacımların mesela funu verse mesela rekabettan bir çıkıp durdu mesela hazır kaldı. Mesela ola tahalluk çıkıyor o zaman mesela yani kıyamet çıkmış şimdi yakışık gidiyor o zaman. Gidiyor fazla bu bununki çıkmadan belki boğazlar fazla ihtimalle bulması gerekir. Şuna biz bu çıkıyoruz buldu da diyen bunlar gitsek nasıl? Çıkıyoruz buldu. Bu çağda Aşk ecdan faaliyetinin 3'ten 2'ni kılarsa çıkası buldu diye. Bu bir. İkincisi, nurgun adam ba birinci güne bula 1 milyonunu soyumez deydiğen bir ümürler kılıyordu. Köpince ihtimalda şu kişinin kurbanlıkta şu güne bozulup ketidi deyimiz. Lekin bu şu güne bozulmagan ahvalda çoğu dese, bu aşında bir vaqt qıstalgan, aşında cik adamın işi olgan iken zürüret cihattan meyil deyimiz. Çünkü eramda mesela qıstalançılık, o boda ayalla, erlan aldı turduğan, satının aldığını öte avırdıgan cik işliği biz zürüret cihattan ruhsat kılgan. Aş taraftan ruhsat kılgan, meyil deyitlan gel. Bu mesela bir kişinin muayyen mesela aşında ağını soyap koyduğun bulak, bu ağını şu günü soymaya kalsa vaxtıda, bu ilgisi ehramdan çıkıp kalsa kan kirir. Bu çağda onda mandak mı? Bu kişi şu ehramdan çıktıverdi, kim sorsa o günü bozulmagan dese, kişi bir koy kan geldi ma, kolunu tonuydu deyimiz. Bir koyunu ma kişiden tültü asıldı. Hani manasında وَاِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِيمَا دُونَ الْآخَرِ muhsar olab qilib, hadiyasini ivatib bo'lgandan keyin kim bu kishi baralardan bo'lib qoldi. Baralardan bo'lib, agar qurbonlikni so'yishdan burun baralardan bo'lib qolsa, masalan, Arfatdan keyin qurbonlik kuniga atganda baralardan bo'lib qolsa, bu bir ehtimal. Ikkinchisi, qurbonlik yetishmaydigan Arfat baralardan bo'lib qolsa, imomning ba'zi qarashlari bo'yicha tasavvur qilindi. Bu Arfatga yetishadigan, qurbonlikqa yetishmaydigan imomlar nasıl bunun vaqti bo'lmagan ekan qurbonlikqa. Ajdan burun qiladigan tutishgan bo'lsa, u qilayotgan bo'lishi mumkin. Keyin bu Arfat ulgurib berishi mumkin. Amma idza qadara alal hadi dun al haj. Masalan, Arfatga yetishmaydi ekan, qurbonlikqa yetishalar ekan. Masalan, yawmun nahr degan bo'lsa, Arfat kuni qo'ldan ketdi, yawmun nahr aytganda bora olsa, qurbonlikni to'xtatib turinglar. Bunda ahvalda fala faidata fil mudi. Yani bu hajga beraverishiningki foydasi yo'q. Bu çağda yürüp verişinin faydası olmaydı. Çünkü hac kuldan ketti. Ve amma bil aks, aksi desek, Arfat'a ülgürelediğin, azige ülgürenmediğin, fal qiyasu alla yetehallala li kudratihi alal asl. Bu ahvalda bu hacni kılalediğin boğaçka ihramdan çıkmay turish lazım. Hacga berish lazım. İmam Züfer muş qiyas boyunca hacga berib qilish lazım deb qo'yadi. Wal afdal alla yatahallala ve yamdiya ve yatiya bi af'al al hajj. Afzalı mı şu? Bu hacni qılalaydı hazır varsa. Ulgurdu. Ondan kim berib hacni qilishi afzal. Li yatiya bihi ala al wajh al akmal. Bu kim kechiktirib kelarjilgi uni so'yitib unda qilishma shu yili qilsa yaxshi shu. Lakin istihsanu and istihsan shada ash qiyasni tashlab boshqacha hukm bekitish nima
İmam Abu Hanifa istihsan qilgan. Va jawazu lahu tahallul. Mush ahvolda hajga ulgura olgan bo'lsa, qurbonlikqa bo'g'izlanib ketgan bo'lsa-mu, hajga berish bo'lmaslik buning ixtiyorligi bor dedi. Li'annahu lamma ajaza an idrakil hadi على وجه لا يضمنه الذابح صار كأنه قد ذبح فيتحلل. Nima uchun istihson qildingiz desa, chunki bu qurbonlikni shu bir kishiga bo'g'izlashga topshirgan. Bu kishi manching islar degan bo'lsa, herhangi bir plan qurbonlikni bo'g'izlab oladi, ma'qul deb. Herhangi uchishda qurbonlikni bo'g'izlatdi. Bu odam bir xatolik qildimi, qilmadi. Bu to'lamaydi qurbonlikni. Kim biri buning qurbonlikni bo'g'izlatib tuplamayiga ulgurib kelgandim desa, shu manching islar qo'ydilla, men shu kuni qilib qo'ydim, menda nima gunoh deydi. To'lamaydigan bo'lsa nima? To'lamaydigan bo'lgandan keyin bu qurbonlikqa ulgurmaydi, yetishmaydi. Yani u pulni qaytara olmadim. Qurbonlik qo'ldan ketdi deydi. Sara bunda bo'lgandan keyin bu qanday ahvolga o'xshab qoldiki, annahu qad dabaha fayatahallal. Taxa herhangi bormadimi? Hozir herhangi berish kerakmi, berish kerak emasmi? Birinchilar bo'zlab qo'ydi degan bo'lsa, bu odamning aqdan biri qilib qo'ycha, qurbonlik bo'zlanib ketib qoldi. Lekin hozir qurbonlik bo'zlanmagan. Lekin bu xuddi shu bo'zlanmagan holatda nimaga o'xshaydi? Bu bo'zlab bo'lgandek, qo'ldan ketgandek bo'ldi deydi. Hozir masalan birinchilarda bo'zlab qo'ysalar qurbonlikni avatdi. Bu odam chegirda o'tamagan bo'lsa, lekin birinchilar bu birib qurbonlikni so'ymoqchi edi. Lekin shunda qarasa 30-chilar baraladigan bo'ldi. Yani bu birib qo'g'icha birinchilar uning qurbonligiga bo'zlandi. Lekin shu 30-chilar tahi bo'zlanmagan. Lekin bu ulgurmaydigan bo'lg'achqa va u qurbonligini tultamaydigan bo'lg'achqa, qurbonligiga endi chiqayotgan qurbonligiga qo'li qaytib kelmaydi. Lekin bu holatda xuddi bo'zlanib ketgan bilan o'xshash deymiz. Bo'zlanmagan, 30-chilar tahi bo'zlanmagan, birinchilar bo'zlanmoqchi. Lekin bu birinchilar berib u qurbonligini qo'lga tirik qaytara olmaydigan bo'lg'achqa, xuddi shu chaq bo'zlanib ketgan bilan o'xshash deymiz. Shundan bu anda qurbonlik qo'ldan ketgan kishi o'cha ehramdan chiqsa bo'ldi deydi. وَلِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْمَالِ. Nima uchun bu qurbonlik qo'ldan kelsa ehramdan chiqsa bo'ldi deysa, chunki mol mulk hayotning jon tomiri. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Yani hayotninki jon tomiri bu. Qisat degan. Ama bu mol mulkning bir hurmati var. Buning hurmati jonning hurmatiga o'xshash. Hurmati ma'lum muslim ka hurmati dami. Shunga o'xshash. وَلِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْمَالِ كَالْخَوْفِ عَلى النَّفْسِ. Mal mulkning qo'ldan ketishidan ansirash xuddi o'lib ketishdan ansirashdek o'xshash deydi. Nafsga qiyos qilyapti. وَلَوْ خَافَ عَلَى النَّفْسِ تَحَلَّلَ. Bu kishi dushman o'tirib qolamki, u bu deb ansirsa, shu chaq ehramdan chiqib pasta o'tirdi-ku. Undan keyin mal mulkning qo'ldan ketishidan ansirasimi, pasta o'tirdi. Fakada alal mal. Ya'da malning hurmatini jonning hurmatiga qiyos qildi. Ama Abu Hanifa'nın qarashida qurbonlikni qachonda bo'g'izlisi bo'ldi, vaqti yo'q degan emasmi? Lekin bu qurbonlikqa ulgura oladigan, ulgurmaydigan gap shu yerdan chiqadi. Hajga ulgurgan bo'lsa-mu, qurbonlikqa qo'ldan ketib qolgan bir ahvol bor. Lekin ba'mismi ixtiyoriy deymiz. Shu ixtiyoriyat tashkil demek. İmam Abu Hanifa ve Hanefi mazhab ulemalari mush ahvoldami xuddi hajga ulgurmagandeklar bamay o'tirib turaydi desinmaydi dedi. Qala: "Wa man uhsira bi Makkah an al-wuquf wa tawaf az-ziyarati fa huwa muhsarun." Makka ga borgandan keyin yoki haram doirasiga borgandan keyin Arfatda turishdan to'slab qoldi. Yani tavaf-ı ziyara, yani tavaf-ı ifaden demek ya, rukn. Hecnin ruknu olan tavaf-ı ifadeni kılıçtın toslap kalan bolsa, فَهُوَ muhsar. Bu, yoldan toslap kalan, şunun hükmünü alırdı o. Lima beyyenna, yani biz yukarıda, şunda hec faaliyetlerini ada kılıçka, berişten toslap kalan kişi muhsar oldu da bayan kılan. Ama bunu ihsar cüz'i deyimiz. Hecnin faaliyetinin bir kısmını kılanmay kaldığında toslap kılıç deyimiz. وَاِنْ قَدَرَ عَلَى أَحَدِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ. Eğer ikinin birini kılalığın bolsa, muhsar emas. Yani Arpat turalığın bolsa, muhsar emas. Ya Arpat turamadan bolsa mı, tavaf-ı ifadeni kılalığın bulup kalsa, muhsar emas. Tavaf kılalığın bolsa. لِأَنَّهُ اِنْ قَدَرَ عَلَى الْوُقُوفِ. Çünkü bu Arpat'a turalığın bolsa, fakat emine fevatel hac. Bu hecni kılalığın buldu.
Hac qo'ldan ketmaydigan bo'lib ketdi. Nima? Al-hajju arafa. Hajni qila oladi. Endi uni chaliqag'incha qon bilan to'liqlata oladi. Ammo Arfatga ulgurmasa haj yo'q degan gap. Va in qadara ala tavof. Endi Arfatga chiqmaydi ekan bu. Arfat shundalam chaz quriblam Arfatni to'sibdi dushman. Lekin tavof qilar ekan. Yasbiru hatta yafutahu al-hajj. Bu qanday qilinadi? Bu albatta bir necha kun saqlab turdi. Biz haj holati qilayotgan chaqda umr qilsa bo'lmaydi degan. 5 kun. Yawm Arafa, yawm an-nahr va 3 ayyam tashriq. 5 kunda umr qilish bo'lmaydi degan. 5 kungacha savr qilib turdi. 5 kuncha qilmaydi. Hatta yafutahu al-hajj. Haj qo'ldan ketgandan keyin, Hayitning 4-kuni ketgandan keyin 5-kundan tortib umrisini qiladi. ثم يتحلل بأفعال العمرة. عمرة فعاليتن قلب طواف وسعي حلق قلب عمرنا إحرامdan chiqadi. ولا دم عليه. Bu bunga qon kelmaydi. Buning da 4 mazhab ittifoq. Endi bu mazhabdan boshqa 3 mazhab Arfat chiqolmaydigan ahvolda hajni umriga o'zgartiradi deydi. O'chada haj degan gap yo'q. Hajni niyatni o'zgartiradi. Bu umr qilgan kishilar bilan umr qildi. Chunki hajni umriga o'zgartirish joiz. Ya'ni ihsor bo'lmagan ahvoldami, xolis o'zgartirsa bo'ldi deydi. Undan keyin ihsor olib qolgan chaqda albatta o'zgartirish bo'ldi. Buni hech qanday bir qon kelmaydi. Ana Hanifi mazhabmi? Natijada o'xshash ashulalar. Lekin bular Arfatga chiqishdan to'sab qolgan ahvolda muhsar hisoblamaymiz buni. 3 mazhab buni muhsar hisoblaymiz. Muhsar bo'lgan taqdirda hajni umriga o'zgartirsa, odatga chaqda o'zgarsa bo'lgan bo'lgan ekan, ihsor altida texmi bo'ldi deydi. Hanifi mazhabda bu kishi muhsar emas bu. Haramga kira oladigan, ammo Arfat chiqishdan to'sab qolgan kishi tavob qila oladigan bo'lg'achda muhsar hisoblanmaydi. Undan keyin bu muhsar hisoblanmagan ekan, bu xuddi nimaga o'xshaydi? Hajni umriga o'zgartgandek bir ahvol. Natija shu. Bu ihsor bo'lmagan ekan, umriga o'zgarishi joiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hajjatulloh kelgan chaqda law istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqul hadiya wa la ja'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahlil wal yaj'alha umra. Sizlar hajga ihrom bo'lib kelgan bo'lsangmi, hadiya ilib kelgan bo'lsanglar, umriga o'zgartirsangiz bo'ldi deb ruxsat qilgan bo'lsa, bunda hech qanday masala. Undan natijada 4 mazhab umriga ham o'zgartirdi, masala chiqmaydi deydi. To'siqqa hisoblansa bir qo'y kiribdi. Ammo buni hozir muhsar emas dedi Hanifi mazhabda. Haj kelgan bo'lsa umriga niyatni o'zgartirdi, chatoq yo'q dedi. Ammo jumhur ulamolar muhsar bo'lgan ahvoldami hajni umriga o'zgartirsa bo'ldi. Odatdagi ahvolda o'zgartirib bo'lgan bo'lsa, ihsor altida albatta o'zgartirish bo'ldi dedi. Yo'q, u chaqda qilish kerak emas. Wala demalay qon kelmaydi. Kilarchilik qilish kerak emas. 4 mazhab hammasi natija e'tibori bilan o'xshash chiqadi. Ya'ni mush ahvolda umr qiladi, haj qilish yo'q, kilarchilik qilish yo'q, qon kilish yo'q, bo'ldi shundan tamom deydi. Çünkü olmasınki farzaj adam bo'ladi. Yo'q, haj qilmaganiki farzaj adam. Umr qilgan bo'ldi hozir. ihsor bo'lgan bir qo'y kelgandan Cumhur bu muhsar. Lekin muhsar holatda bu hajga qilgan niyatini umriga ham o'zgartiradi. Umr qildimi? Umr qilgandan keyin shu niyat qilgan odam bo'ldi dedi. Mesela cumhurning qarashida birisi haj qilib, ihsor yo'q, hech qanday kashf yo'q. Biz haj qilib, hadiya olib kelgan bo'lsa, o'sha hadisga asosan umriga o'zgartirish bo'ldi, shunami? Endi bu ihsor bo'lgan ahvolda albatta bo'ladi. Bu ixtiyorlikning uchun yo'q bo'lib ketdi. Texnik kamchilik usulda ihsor bo'lish sababidan. قال وعن أبي حنيفة أنه ليس لأهل مكة إحصار. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh'den Mekke yoki haram aholisi uchun unda ihsor yo'q, yani to'slab qoldi degan bir nima yo'q deb kelgan deydi. Bu Hanifi mazhabiga yana bir qarash. Ba'zi ulamolar mush qarash sahih deb qaraydi. Mesela İmam Quduri Tecrid degan kitobda va uning boshqa ba'zi kitoblarda, Hanifi mazhabining mu'tabar kitoblarida va Abi Hanife degan ikkinchi qarashni e'timod qilgan ahlim bor. İmam Ebu Hanife dinkiga mushqarash Hanifi mazhabining ikkinchi bir qarashi. Ya'ni haramdagi, Makkadagi hojilga nisbatan mushbad bo'lib qolsa ihsor degan gap yo'q. İmam Ebu Yusuf'tan rivayet kıldı ennehu qala sa'altu Aba Hanifata hal ala ahli Mekke'te ihsar faqala la faqultu kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uhsira bil Hudeybiye faqala kanat Mekke izzaka harban yani dar hatta o çağda
Müşriklar tuzağıngo vahiyel yevma dar İslam. Resulullah'ın zamanından tatip, tatbik kılıngandan tatip bu dar İslam'a memlekette. Ve leyse fiha ihsar. Onda ihsar bulduğu ahval yok. Yani şu Hanefi mezhebinin kitaplarında ulemalar İmam Ebu Hanife'nin kelgan şu Mekke'de ihsar yok diyen qarashni hesap qilamdiq. Yo'q, Mekke'de ihsar bor, ikkinin birini qila olsa bo'ldi deydigan bu qarashni hesap qilamdiq. Ikkiga bo'linib ketgan, lekin al-asah qarash shu ixtiyorda e'timod qilgan qarash shu. Yani ve men uhsira bi Mekke'te anil vukuf ve tawaf ziyarati fe huve muhsar diye. İşkilisini kılanmaydan bo'lib qolsa muhsar bo'ldi. Ikkini birini qiladigan bo'lsa muhsar bo'lmaydi. Chunki haj deganning ma'nosi yoki umrning ma'nosi bitta qasdul bayt. Mesela tavaf qiladigan qilamamda qiladi. Arafat baradi. Al-hajj arafa. Undan keyin ma'vo birinchisi kitobda Muxtarda bayon qilgani shu al-asah. Keyin Abu Hanifa'ning kelgani u sahih qarashlarning birisi. Yani bir mazhabdagi ba'zi kitoblar shuni e'timod qilgan. Mayli qan qiliblam haj tamom bo'ldi. Arafat tusanakinde tavaflı ifade qilsa o'tadi. Bu Arafat turamagandiki tavaflı ifade. Ya tavaf qiladi. Tavaful ifade degan o'shadan tavaf qiladigan demak. Tavaf ziyorat qiladi degan gap shu tavaf qiladi demak. O'shadan tavaf ziyorat ham mavjud emas. Arafat turmagan ekan. Faqatlam umrining tavafi. Müşahede ihsar cüz'inin yana bir türü var. Bu olsa vukuf, tavaful ifada hemen kılarken ama hac vacibatlardan birini kılanmayken. Mesela el-vukuf bil meş'aril haram. Bamdatdan keyin meş'aril haramda turish vacib tutqishni ama tug'izmaydi ekan. Dushman tug'izmaydi ekan. Yoki sulton tug'izmaydi ekan. Yoki Minada yetishni, qo'nashni vacib tutib, qo'ndirmaydi ekan. Kecha qo'nmaysiz bu odat siyosatdan o'zgarib qolibdi. Vacibni qilishdan to'saldi bu. Shunama, lekin buni qanday qildi? Ehramdan chiqadigan chog'da qon qilib o'tib, unda ehramdan chiqdi. Shuning uchun bu vacibni tark etgan. Hamda bu shu ihsorning masalalari tugadi desak, biz haji va umrchi duch keladigan avaridni 3 turlik degan. Birisi jinoyat, bu haram va ehramga qarta qilingan jinoyat yoki haji o'rnidan farzdan bir vojibotni tark qilishdan iborat bir jinoyat. İkincisi hajga berishdan to'slab qilish. Uchinchisi al-favat. Hajga bordi, lekin ulgurmay qoldi. Yetishmay qoldi. Bu kitobda ilgirki bablarda favat to'g'riliq to'xtalib o'tgan. Lekin maqsad to'xtalmadi. Favat degan nima desa, xurujul amal al-matlub shar'an an vaqtihi al-muhaddad lahu shar'a. Shariat belgilagan bir amalni, ma'lum bir vaqtni belgilab, mushu chaqda qilasiz degan bo'lsa, shu vaqtida qilinmay qilishlik bor. Qo'ldan ketdi degan. Fatidagi o'tib ketdi degan bo'ldi-ku. Shar'an, yani shariat al-hajj ashhurun ma'lumat, al-hajj arafa deb belgildi-ku. Shu chaqda, shu tumisa, haramga bormasa, qo'ldan ketdi. Biz Arafat al-hajj arafa deb. Arafat kuni bu Mekkada lag'aylar juda. Masalan, qo'ldan ketdi. Ba'zi hojillar berib, Arafat chiqmay, duka ilinib, hajni qo'ldan berib qo'ygan. Hem de hajni qo'ldan berib qo'ygan Arafat kunini qilib, bunda ikkinchi kuni hayit kuni bo'lsa, tilpilish bo'lib biz haramda duka ilinib yuribdi bo'lsa, haj qo'ldan kesib to'g'ri deymiz. Ya, ihsar bir to'salg'i oyat. To'sab qo'ydi. Ya dushman to'sdi, ya hukumat to'sdi, yoki qattiq og'rib qilib, to'saldi, doktorxonada yetib qilib. Ma'vamda ba'di lekin ulgurmay ba'di. Arfatga ulgurmadi emaslar. Kechib qilishga iborat ma'lum. Hamda shu Arfatda turish qo'ldan kessa ejda qanday qiladi bu kishi? Umri qilib, kelar yili haj qilish lozim. Lekin favat ahvolda Hanefi mazhabda qon kelmaydi. Hanefi mazhab qon kelmaydi. Jumhur qon qildi. Yani hajning qo'ldan ketishi İmam Termizi va uning boshqa muhaddislar kitoblarida bayon qilgan o'sha hadisda An Abdurrahman ibn Ya'mur ad-Dili anna nasan min ahli Najd ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'Arafah fas'aluhu fa'amara munadiyan fanada al-hajj Arafah man jaa laylata jam'an. Ana shu Muzdalifada qo'ngan ketish kelib qolsa qabla tulu' al-fajr faqad adraka al-hajj. Shu arliqda tong atgan qadar Arafat bo'lib tura olsa hajga ulgurgan bo'ldi deb jakalat tuzgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. İmam Navaviy va Albaniylar Sayyidga hadis. Bundan keyin Arafat qilganmasa haj qo'ldan ketdi degan gap. Ammo umriga nisbatan ulgurmadi degan manda ahvolni tasavvur qilib bo'lmaydi.
Yumuşan. Çünkü bu törtlü mezhepte, Hanefi mezhepte 5 günden başka desek, yıl boyu kıyılı bulduğu iş. Lakin bu, kaçandı varsa şu, ömrü kıyısı buldu. Ülgürenmeye kaldı, koldan ketti dediğin bir bikitip koygan gün yok. Yani hiç ülgürenmeyen kişi, tavaf ve sa'i halk kıygan ki ömrü kıldı demişler ama, ömründen pahatını kıpılap, çeşini çürütüp, ihramdan çıkıdı o. İmam Bayhaqi İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet kılgan bir vakalikte İbn Ömer radıyallahu anh dedi: "Men lem yudrik Arafa hatta tala'al fecr faqad fatahu'l hac. Felye'til beyte vel yatuf bihi seb'an vel yattawaf beyne Safa vel Merve seb'an, thumma liyahliq ev yuqassir in şa'a ve in kana ma'ahu hedyun felyenharhu qabla an yahliq. Fe iza faraga min tawafihi ve sa'yihi felyahliq ev yuqassir. Thumma liyerca ila أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليهدي في حجه فإن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله." Bunu İmam Nevevi Mecmuada İsnad-ı Sahih'de bağlayan. Yani şu İbn Ömer radıyallahu anh şunda hiç ilgilenmege ahvaldan şunda mında kılıdı da kösüp koydu. Yani ulemalar şu hiç kıldın ketke ahvalda hicin kazasını kılış lazım deb ittifaq qilgan. İcma var. Aleyhil hacc min qabil dediği icma var. Ama kurbanlık kiramdı mı şu ahvalda qo'ldan ketgandan keyin kelarjilan qilgan bo'lsa kurbanlık qilish lozimmi degan masalada yani bir mazhabda kurbanlık qilish kerak emas. Jumhur kurbanlık qildi. Çünkü Ibn Umardan kelgan şu rivayette kurbanlık qilish lozim dedi. Bundan keyin favatning ahkamlari shu. Bunun bilan da jinoyat vel ihsar vel favat avaridlarning 3 turligining ahkami tugan bo'ldi. Qala babul hajj anil g'ayr. Boshqalar uchun haj qilib qo'yish. Hajga o'zi berib, o'zi ado qiladigan kishi farz haj uchun boshqani evatib qo'ysa bo'lmaydi. Yani boshqa bir kishi farz haj uchun, hajga boradigan kishi uchun o'rnida haj qilib qo'yish yo'q. Lekin nafl bo'lib qolsa, boradigan kishimi birisiga tablab qo'ysa, o'rnida nafl haj ya umra qilib qo'ysa bo'ladi. Chunki naflda sal azatchilik bor. Bu da namazda masalan o'rtib o'qiy oladigan bo'lsa, o'tirib o'qisin bo'ldi degan ruxsat olgan shunga o'xshash. Nima uchun imkoniyati bo'lsa o'zi berishi lozim, boshqalar qo'yish bo'lmaydi deymizsa? Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Valillahi alan-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Bunda ijmo var. İcmani İbn Munzir, İbn Hajar, İbn Qudama qatorliq olimlar naql qilgan. Yani qodir kishi farz haj uchun boshqani haj qildirsa, o'zining o'rnida haj qildirsa bo'lmaydi deganga. Imom Nawaviy Majmuada bayon qilishicha, "Alal qodir al-hajj bi badanihi, fala yantaqilu al-fardu ila ghayrihi." O'zi bir haj qilish lozim, imkoniyat bo'lgan ekan. Farzi boshqa odamga o'tkazib qolmaydi. İlla fima waradat fihi ruxsat. Faqat lam ruxsat kelgan ahvollarda, shu hadislarda ruxsat qilingan o'rinlarda ruxsat qilinmas. Va huwa ruxsat qilingan o'rin nima? Idza ajaza anhu. O'zi borolmaydigan bo'lsa, qattiq kasal bo'lib ketdi, saqaymas kasal bo'lib ketdi masalan. Ya yeshilbak cho'ng'ilib ketib, yashinib ketib, umrining oxiriga qadar borolmaydigan ahvol bo'ldi. Yoki o'lib ketgan bo'lsa, u kana mayitan. Mush ahvolda ruxsat. Ve baqiya fima siwahuma alal asl. Bunun başka ahvallarda asli qoida bo'yicha uzan qilsa deymiz. Fala tajuzu niyabatu anhu fihi. Bunu boshqadan qo'yib bo'lmaydi. Qarz hajda o'zi qilinmaydigan kishi qanday qilinmaydigan? Masalan, ya yashin ketdi, ya kasal bo'lib qoldi. Bu kasaldan saqlayish umidi yo'q. Yani umrining oxiriga qadar unda kasal o'tgan bo'lsa, ondan boshqalar qo'yib bo'ldi. Bu cumhur ulamalarının qarşı. Hanefi mezhep ruhsat qilgan ahvol cumhur ulamalarının qarşı. İmam Malik meşhur qarşıda bir adamga hajib qo'yish bo'lmaydi. Bir adam uchun namoz o'qib qo'yish bo'lmagandek, bir adam uchun hajib qo'yish bo'lmaydi deb qaraydi. Endi Hanefi mezhepte cumhur ulamalar bilan birga bir kishi boramaydigan holatda bo'lsa, o'zi berishga qurbi yetmaydigan bo'lsa, farz hajni shu kishining o'rnida boshqa birisi qilib qo'ydi deganga ruxsat qildi. Wal aslu fihi birisining o'rnida haj qilib qo'yishga asos dalil hadithul Xas'amiyya. Xas'am qabilasining bo'lgan ash'alning hadisi şu delil. Ve huve ma ruya enne imra'atan min Khas'amin ja'atin nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem faqalet ya Resulallah inne faridatal hacc adrakat abi şeyhan kebiran la yastati an yastamsika ala rahilati afa yajzini an ahujja anhu faqala sallallahu aleyhi ve sellem ara'ayti law kana ala abiki daynun faqadaytihi akana yuqbalu minki
قالت نعم قال فالله أحق أن يقبل İnsanlar siz atanız üçün qarzını to'lab qo'ysangiz qabul qildigan bo'lsa Alloh taolo albatta qabul qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qildi shunami? فدل ذلك على جواز الحج عن الغير عند العجز. Mushadis bir kishi hajga boramaydigan bo'lib qolsa, boshqalar uning o'rnida farzayni qilib qo'ysa bo'lganligi dalil bo'ldi. Bu hadisning kitobda kelgan varianti ba'zi kitoblarda kelgan, lekin Sahih Buxoriyda kelgan lafzi kanal fadl radif Rasululloh sallallohu alayhi vasallam فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. İşkeden karışık kaldı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fadlının inikine ne qarib qo'ydi. Bu ayolning yüzü chiqdi. Yüzü chiqdi degan mazmun chiqdi o'shanda. Bu ayol mo fadliga qarab qoldi. Rasulullohning fatvosi o'g'ach fadliga qarab qoldi. Chunki fadlini kelishgan kishi edi. Fadlimo bu ayol mo imra vadiya. Chiroyli ayol o'g'achqa fadlimo o ayol qarab qoldi. Rasululloh sallallahu alayhi ve sellem o'zining ash esil axloqi bo'yicha ya uni vaqirabulloh bu haram tuzi ihramli qolat tursan muhimda hayotim qaramsa da bundan da ne qo'ydi. Bu adab bunda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xos adab. Bu biz shu muvattad o'qidik, nechatim shu voqelikni bayon qildik. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. مش هذا فرض بوغان چاغدا bu فرض bulaş nimaga udil keldi? Atam yaşınıp qalgan chaqqa udil kelib qoldi. La yathbutu ala rahila. Ularning ustida o'zi o'tirolmaydi. Afa ahujju anhu nunda man haj qo'ysam bo'lamdi? Qala na'am bo'ladi. Va dalga fi hajjatul vada. Bu hajjatul vada bo'lgan ish. Bu vaqalikni ko'p. Bir ayol kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atam to'g'riliq deb so'ragan. Yoki bir er kishi kelib anam to'g'riliq deb so'ragan. Yoki anam nazr qilgan, hajga minib bir baj qilaman deb. Degandek nech turlik shunday rivoyat kelgan. Yani Bukhari'nin İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde qala anna imra'atan min Juhayna ja'at ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat fa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'ayti law kana ala ummiki daynun akuntu qadiyatahu iqdullah Allah ta'ala'nın qarzini ado qilinglar zalika ahqqu bil wafa ado qilishga eng haqli. Bu Buxoriyga Ibn Abbas'dan kelgan rivoyat. Yani mushunda vaqaliklar bir necha qatim bo'lgan bo'lishi mumkin. Arfatda, Minada, Muzdalifada bir necha o'rinda shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan turli kishilar fatvosi olgan bo'lishi mumkin. Yani o'shada mushadis shuni dalolat qildi desama dalil bo'la oladi. Va annahu yaqa'u anil mahjuj anhu. Shu kishi haj qilib qo'ysa, shu uyda o'tirib qolgan kishi uchun haj ado bo'lgan bo'ldi. Tamam? Qanday dalil bo'ldi? Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mush ayol dedigo inna faridatallohi adrakat abi shaykhan kabiran. Mush farz hozir atam ashunda yashib qolgan chaqda kelib qoldi. Ya'ni shu atamning farz bo'lib qoldi degandek bir mazmunni desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni e'tiroz bildirdi. Atangiz farz emas u. Unda degan gapni qilmadi. Halbuki bu kishi o'zi borolmaydi. Agar u kishiga vojib bo'lmaydigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu yerda cho'qim bayon qilib qo'ygan bo'ldi. Undan keyin o'zi borolmaydigan kishi o'zining o'rnida boshqa bir aylanni haj qildirsa bo'ldiganligini, yoki boshqa bir aylan haj qilib qo'ysa bo'ldiganligini bildirdi bu hadis. Vajid dalalami. Mirasxo'rlarning dadasining qarzini to'lash to'lamasga ixtilof bor. Lekin to'lab qo'yish lozim degan qarashim bor. Undan keyin mirasxo'rlari qo'yish lozim. Bularmi vasiyat qilgan ahvoldor. Lekin hadisda mesela ota-onasiga topilganmi, unda tafsilotni o'qimagan ekan, mirasxo'rlari qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin qilib qo'yish vojibmi, mustahabmi, joizmi? Bu bir gap. قال ولا يجوز إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت. Başkalar için hacı qo'yash faqatlan ikki ahvolda ruxsat. Birincisi o'lib ketgan kishi bo'lsa, bu hajga borolmaydi. Ikkinchisi hayotining oxir qadar borolmaydigan bir kishi bo'lib qolsa, bu borolmaydigan bo'lsa, undan ruxsat qilindi. Endi hayotining oxir qadar borolmaydiganligini mesela eşeğe çoğalıp ketken, 100 yaşlı adam desek, bak acizlap ketdi. Yani o yaşırıp kim canlanıp kaldığı hal yok mu? O bırakmaydı. Ya ki katli kopanmaydıgan, onun ahir kadar kopanmaydıgan kesel, yetip kalan kesel oldu.
yoki uning oxirgi qarda turmuga kesib ketdi masalan. Turmuga solanda mushu ahvollarda uning o'rnida haj qo'yishga bo'ldi. Pasport ishlatilmaydigan o'xshash. Pasport ishlatish faqat yaqindan ko'zi ko'rinmasan. Masalan 15 yil burun shunday 10 yil burun yoki bir necha ay burun shunday ba'zi nisbatan. Hozir mumkin bo'lib ketdi. Hamda yana bir masala bor. Agar bu kasal ayni yetib ketdi, doktorni saqaymaysizdi yoki umrining oxiri qadar turmuga so'nib ketdi. Shunda bo'lib kim biraylarni shunda o'rnida ish qildirib Kinandan bu o'zi baralığın bulab qaldı. Pasport dağıtlanmaydı, şartlı pasport berib qaldınız. Hazır o'zi baralığın bulab ketsa, o'zi berishi lazım. Ha burun bir sıkıp qo'ygan haj nafl oldu. Yani bir mazhabning qarshi. Hamsa o'lib ketgan kishiga nisbatan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning Muslimlik hadisida annamratan min Juhayna ja'at ila an-nabiy sallallohu alayhi wasallam wa qalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ra'ayti law kana ala abiki daynun akunta qadiyatahu yaqdullah fallahu ahqqu bil wafa. Yani bir rivayette Burayda radhiyallohu anhu rivayet qilgan Sahih Muslim rivayette annaha lam tahujj qad afa ahujju anha desa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hujji anha degan. Lekin bu o'lib ketgan ayollar haqida kelgan hadis. Bu ruxsat ajzan mustamirran ila al-maut. Ta ki o'lib ketganga qadar davomlashgan bo'lsa, erenga boranmaslikda andin bo'ladi lil hadis. Ash hadisga asosan Xasamiya ya kazir biz rivayet qilgan İbn Abbas ve Burayda radhiyallohu anhu'nun hadisleri asasen ولا يجوز عن القادر. Biz bayatımızda her zecne kılalıdığın bir kişi olup kalsa, öz beralıdığın bolsa başka adam onun ornuna koş bulmaydı. Bunda icma var. لأن الحج عبادة بدنية. Çünkü hac cismiyle bedeniyle ada kılgan bir ibadet. Hac ibadet bedeniye ve maliye denir. İbadet ne olmalı? Üç türlük ayrıydı. İbadet bedeniye mahda mesela namaz. İbade maliye mahda zekat. İbade maliye ve bedeniye hac. Bu ibade bedeniye tarafı babının. Vacibet lilibtila. Bu ibadet insanlarını sınaş için vacip olan. Ve aslında imani terbiyeleş, uzuklandırış için vacip olan. فَلَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةِ. Ondan iken başkadan koysa bu ibadet bedeniye vücut çıkmaydı. لِأَنَّ الْاِبْتِلَاءَ بِاِتْعَابِ الْبَدَنِ وَتَحَمُّلِ الْمَشَقَّةِ. Çünkü bu sınav ne ibaret? Çarçaş, heriş, hatta adam ölüp ketkili kobuda için ecbadan kılıçlar yanında. Çünkü bu cihat koştulgan. فَيَقَعُ الْفِعْلُ عَنِ الْفَاعِلِ. Ondan iken şu kim kıysa, şu kıygan kişi urunduğun buludu buna. Şunu hesap buldu. Faydalı şu. İlla ennehu yesqutul hacca anil amel. Fakat lamda başka bir sene bunun oradan başka koyan degen ahvalda ya başka birisi koygan ahvalda hacga barmagan kişiden farzejini saqit qilishga ruxsat qilindi deydi. Ma'lum ahvallarda. Nima uchun? Li'annahu sababun li husulil hajji bil ittifaq. Çünkü aş buyuruşun o'zi al-amr hajning vujudga chiqishi uchun bir sabab. Fa aqama ash-shar'u as-sababa maqama al-mubashara. Nalki şeriat ay sebepne ay buyuruşne xuddi o'zi o'rindoshning o'rnidan qo'yib qo'ygandek bir ahvol bo'ldi. Fi haqqil ma'yus. Bu kim uchun? Qodir uchun emas. Fi haqqil ma'yus, ya'ni may'us. Nadaran lahu an mushu kishiga alayda qilgan bir ruxsat. Nadaran lahu yani rifqan bihi. Kel fidyeti fi bab as-sawm fi haqqi shaykhil fani. Xuddi bak yashin ketgan kishi ro'za tutish masalasida ro'za tutmay fidyas bo'libdi. Ash fidyasi tutilgan ro'zaning o'rniga dasgan ama o'zi ro'za tutmasimi fidyasi o'zi ro'za tutgandek bo'libdi dedi. Ular bu kishi o'zi birammasimi başka birisinin bunun o'rniga bir başka qo'ysa desa, shu degan so'zi başka bir odamni o'rinlashtirishi ash odamning aj qilganiga o'xshash o'rinda turdi dedi. Qiyos shunday iborat. Yani başqalarının qilgan ishi o'zining qilgan ishining o'rnida turganiga shunda shariat ruxsat qildi. ويشترط دوام العجز إلى الموت. Yani bir şart bu kişi çok olmaz. Ölgeni kadar aslında baranmaydıgan davamlışı lazım. Kelfidi aydan. Şu yaşam kalan kişiler utanmaz meselesi mi şu? Ölgeni kadar utanmazlık kaldı davamlışı diye mezmun baktı. لأنه متى قدر وجب عليه بنفسه. Çünkü kaçan ki bu özü baralıdığın bulap kalsa
Mesela ro'zdimi o'zi tutadigan bo'lib qolsa o'zi tutishi lozim. Hajdimi keyin o'zi bara oladiganga mavdu paydo bo'lib qolsa o'zi berishi lozim. Bundan keyin shu masalada kasal kishi saqaymayman-go, endi shu umrining oxiri qadar saqaymay yetkizdiga o'xshayma deb boshqa birisini vakil qilib haj qildigan ahvolda keyin saqayib qolsa farzayni qilish kerakmi, kerak emasmi degan masala ixtilof bor. Hanifiy mazhab va Shafiy mazhabda bu kasal chog'da boshqa o'rindab qo'ygan haj uni farzayga hisob bo'lmaydi. U o'rindab qo'ygan haj nafli hisobi bo'ldi. Agar saqayma o'lib ketib qolsa farzayga hisob, saqayib biralg'am bo'lib qolsa nafli hisob o'zi hajga berishi lozim. Hanbali mazhabda shuni hisob qilib ketadi deb qaraydi. Nima uchun? Musha haj hozir umidni yo'qotganligining o'rnida hisob bo'lgan. Umid yo'qolgan bo'lg'achqa ojiz deb hisob qilgan. Agar saqayib qolsa, bu umid uzilmoqda ekan buningdan deb qayta umid paydo bo'lgan bo'ldi. Bundan keyin asli qoidasi bo'yicha qilasiz, yani o'zingiz borasiz. Endi burun boshqalik qo'ygan haj nafliga aylanib ketadi. Xuddi masalan, qiyos qilsak, haj to'xtab ketgan bir ayol bo'lib qolsa, haj ko'rish to'xtab ketdi. 45 yoshdan 55 yosh oralig'ida desak, to'xtab ketsin ama, o'sha ayol iddat tutgan bo'lib qolsa, 3 oy tutdi. Yani shunda 3 oy kun sanab tutayotgan ahvolda haj kelib qolsa, haj ko'rdigan bo'lib qolsa, bu chog'da salatatu quru asliga qaytadi. Şunu o'xshash. O'zgarishni nafsi o'ldirganmi? Namozdan chiqmasdan ilgari mesela so'kab qarmasa o'zgarishni nafsi bo'lmaydi. O'rnalab qilsa. Bu shu chaqda hajga borolmaydigan holat deydi. Hajga borolmaydigan holati bo'lg'achqa boshqalar uning o'rnida qilib qo'yish shu qoidalik ishdir. Ya'ni bu keyin saqayib qolib bu favqulodda bir ahvol bo'lgandan keyin buni hozir birov qilishni butun bekor qilib o'tmay, bu qoidalik o'rindalgan shu'ondan keyin bekor qilib o'tmay, buni nafla deb ya'ni shu savob berilgan ibodat deb qaraymiz. Lekin qiyos qilsak, buni ba'zi narsa qiyos qilsak, dil o'xshash, ya'ni aytib qiyos qilib, ya'ni ba'zi narsaga qiyos qilsak sal tushmaydigan qiyos qilish mumkin. Lekin masalan namozni tayammum bilan o'qidi, keyin shaqirab so'kab qolsa, burungi namozni faqat savob yo'q qilamda, savob bo'ldi uni. Nafliga hisob bo'lishi mumkin. Bu savob bor deyish mumkin unda. ويشترط دوام العجز إلى الموت كالفدية أيضا لأنه متى قدر وجب عليه بنفسه. أزور لازم. وعن محمد أنه يقع عن الحاج لأنه عبادة بدنية. إمام محمد رحمة الله عليه من ده رواية كلده. Muş ada qilgan var, ikki odam bashnama, bir sajga boramagan, boshqani buyurgan odam bir sajga berib qilgan kishi. Bisi haj, bisi mahjuj anhu, bisi amir, bisi ma'mur. İmam Muhammad hajga kim basa shunga hisob qilib ketdi. Al-haj gamshan al-ma'mur. لأنه عبادة بدنية. Çünkü bu bedeniyle qilgan kimning bedeni vardı bununla? Hajga borgan kishining bedeni vardı. وللآمر ثواب النفقة. Endi uyda qolib qolgan kishi, boramagan kishiga nima savob bo'ldi? Shuni xirojatini qilib, shuni buyurgan savob bo'ldi dedi. Bu masala nereden kelib chiqadi? İmam Muhammaddan bir rivoyat kelgan. Ya'ni bu Hanifiy mazhabga mutaaxirinlar ko'pchilikka shu hajga meni o'rnimda qo'ysalar degan kishiga chiqim qilgan, xirojat qilgan va buyurgandan savob bo'ladi. Va shu buyurgan kishidan hajni saqit qiladi dedi. Mush Muhammaddan kelgan qarashmi? Hajni shu buyurgan kishidan saqit qiladi dedi. Lekin mush haj hozir. Mush hajga borgan kishidan ado bo'ldi degandek bir mazmun dedi Muhammad. Imom Muhammad rahmatullohi alayhi endi bir gapni qildi. Bu yerda aslida mush odam haj qildi degan taqdirdimi? Shu Muhammadning nazarida mush odamning qilgan haji, uyda qolgan odamning gadinlik farzayini saqit qildi gadindan deydi. Savob bo'ldi dedi. Shu savob shu gadindan uni saqit qildi dedi. Bunun da ittifak. Yani muş hacılan birisinin o'rnida bir sajda qilib qo'ygan ahvolda shuning bilan uyda qolgan odamninki gadindan farzayni saqit qilganligi ittifak. Hozir endi iborat surishda o'xshamagandek, lafziy ixtilofdek ko'ringan narsa. Yani bu hajni kim qildi? Shu hajga borgan odam qildi. Yani odamcha uydagi odamning gadini saqit qildimi? Saqit qildi. Lekin Hanifiy mazhabning bizning zohir rivoyat qarash bu haj tigida uyda qolgan odamga hisob qildi deymiz. Uyda qolgan odamga hisob bo'ldi. Imom Muhammad yo'q, shu borgan odamga hisob bo'ldi. Lekin borgan odamga hisob bo'lgan taqdirda uning gadini saqit qildi, saqit qildi. Keyin natija o'xshash ana. Bir odam boramaydigan bo'ldi. Ikkinchimi boramaydi. Bir odam uning o'rnida qo'ydimi? Qilgandan keyin Imom Muhammad rahmatullohi alayhi mush hajga borgan odam shu odamga hisob bo'ldimi haj deb turadi. Endi uyda qolgan odamgacha nimbaga fayz bo'lamdi, siz savob yetadi dedi. Savob yetadi, bu savob yetgan savob
Ani gədini pərizəcini çürütüdü. Hanifiməzullah və Zahiri qarşı bu heç uydu qağa adamga hesab deydi. Bağa adamga hesab emas. Uydu qağa adamga hesab. Aşağıdanın pərizəcini çürüdü. Şuna kiçikkina bir o'xshamaslik var ekan qarashni o'tib. Hani İmam Muhammed aşı uydu qağa adamdan hecni saqit qildi deydi. Nima uchun saqit qildi? Chunki bu aşağı pul xayzigan yoki buyurgan shunama. Aş buyruq va pul xayzlashni sabab desak, musabbabning o'rniga rasatdi shariat. Sebab yaqul maqamul mubashara dedi. Şuna o'xshash qilganlik uchun. Yoki ikkinchi bir izohat. Aslida aşı baramay qağa adamning gardini nima vojibda? Aslida ikki narsa vojibda. Pul xayzlash va o'z berib ado qilish. Endi o'z berib ado qilish imkoniyati yo'q. Undan pul xayzlash degan narsa bayana. Undan keyin o'zi ado qilinmaydigan bo'lsa-mu, pul xayzlash degan ishni qila oladi bu. Undan keyin pul xayzlashi vojib deydi. Endi mush vojib ishni qildimi, qilmadimi? Qildi. Undan keyin haj o'zi qag'adimning gardiniga farzini saqit qildi deydi. Yani bu şu iş kılgacımda kelsak, bunun tüzük bir ameliy ahkamda hiç qanday bir esir yok. Yani 2816 emmiz. Başka hiç qanday bir yok. Samarqandda ixtilof nimeydi deb bir yerdan bir manda olib qolsa, Samarqandda ixtilof chiqdi deb kuchab bir misol ekib baqqan, lekin uni tushmaydigan bir misol. Lekin neticede yana o'xshash. Netice o'xshash nima uchun? Chunki bular ikkili qarashdilar. Mush odamning o'rnini berib bajib qo'ysa, o'zi qolgan odamning gadini ajni saqit qiladi. Chunki u odam pul xayzgan o'rnini berib qo'ysa degan bo'lg'achqa, so'zi va pul xayzlishi o'zi ado qilganning o'rnini turdi. Endi ajga bo'lgan odam o'zi farzayni qilmagan bo'lsa, boshqalar qilib qo'yish joizdan qarash bilan aytamiz. Hajj darura deyilmas. Mesela ash odam o'ziga haj qilmagan bo'lsa, o'zining gardinidan u farzayni saqit qilmaydi. Undan keyin bu haj asli kimga tavakkal deymiz. Uyda qolib qolganga tavakkal deymiz. Zahiriyning yomon yerdan tutilganimiz shu. Bunun ustiga bu haj qilgan chaqdimi, men falon uchun haj qilish niyat qildim demamda deydi. Undan keyin shu uyda qolib qolgan odamning haji hisoblanadi. O'rindochiga ba'zi ulamo nafli hisobida bo'ldi. Chunki bu ashyoda qilgan faoliyatini qiladi, shu mavaqifda, fazilatli joylar turadi, duo, tasbih, takbir, tahlillarni qilgan bo'lsa, shundan bahramon bo'ladi. Bu bir ibodat qilgan hisobda bo'lsa, uningga nafl bo'ldi deydi. وقال في المحيط يسقط عن الآمر حجه yoki yasqutu anil amiri hajjuhu desak bo'ldi. Mushu boshqalar o'rinda qo'ygan haj, uy qolgan haj qo'ysa uning o'rnimda degan kishining gadindan farzayni saqit qiladi va yaqa'u anil ma'muri tatawwa. Hajga berib boshqalar uchun haj qo'ygan kishiga nisbatan nafl bo'ldi degan. Al-Muhit degan kitob biz burun buni tanishtirdik-ku. Al-Muhit. Endi o'zida Al-Muhit deb kitobning ismi chiqib qolsa, bu ko'pincha ehtimolda Al-Muhitul Burhani fil Fiqh an-Nu'mani degan shu mashhur kitobni ko'rsatdi. Bu İmam Mahmud ibn Ahmad ibn Abdulaziz ibn Maza al-Bukhari al-Mirghinanining kitobi Burhanuddin Abul Maali al-Bukhari 616-yili vafot bo'lgan. Sadr Shahidning nevrasi bu. Sadr Shahidni tanishdik. Shu Abdulaziz ibn Maza deb Malik Sanjar bilan Samarqandning sirtida qalmoqlilar urushib shahid bo'lgan. Shuning nevrasi. Mahmud ibn Ahmad ibn Abdulaziz ibn Maza al-Bukhari al-Mirghinani Burhanuddin Abul Maali. Burhanuddin degan nomi. Abul Maali kunyati. Lekin yana ba'zida Radiyuddin as-Saraxsiningki Muhit degan kitob maqsad qilinib qolishi mumkin. Buni desa Muhit ar-Radawi, Muhit as-Saraxsi deb menda atabni qo'ydi ba'zida. Lekin ko'pincha ehtimollar shu Muhitul Burhani shu maqsad. Bu tahqiqlanib 25 mujallatda besilgan. Bazada bor ason. 25 mujallat. Bu shu fiqhning butun tafsilotlarini hammani to'plagan kitob. Mutawwilat deymiz. Ma'radi ko'rganman bu kitobni. 25 mujallatda tahqiqlanib Saud Arabiston Jamiyat Muhammad ibn Saud tahqiqlab nashr qilgan. Bu mazhabul mu'tamad alayh, ya'ni bu mazhabda hisob qilinadigan sahih qarash qaysi yaqa'u anil amir degan qarash. Bu natija o'xshash bo'lsa-mu, yaqa'anil mahjujmi, yaqa'anil amirmi degan masalada ixtilof bo'ldi. Lekin sahih qarashda yaqa'anil amir, o'zi turib qolgan kishi hisoblash. Vuqu'uhu anil mahjuj anhu, ya'ni al-amir demakchi.
لما روينا biz yuqorida rivoyat qilgan hadithul xat'amiyada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam afa ahujju anhu desa hujji anhu dedigo hujji anhu degan ashun hisob qilib ashun o'rnida qo'yan degan bo'ldi. Lekin bu kimga hisob shu mahjuj anhuga hisob qildi. Vallohu a'lam va savob. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.